Agar bizning koinotimiz yagona bo'lmasa-chi? Bizning koinotimizdan tashqarida qayerdadir yerning boshqa bir nusxasi mavjud bo'lishi mumkinmi? Agar siz qabul qilgan har bir qaror boshqa bir voqelikni yuzaga keltirsa-chi? Gravitatsiya kuchliroq bo'lgan, yulduzlar umuman shakllanmaydigan yoki hayot butunlay boshqacha rivojlangan koinot mavjud bo'lishi mumkinmi? Va agar boshqa olamlar haqiqatdan ham mavjud bo'lsa, biz ularni qanday qilib aniqlay olamiz? Bugun biz kuzatiladigan koinot chegaralardan ham uzoqqa chiqib, zamonaviy fizikadagi eng g'alati g'oyalardan biri multiverse, ya'ni ko'p olamlar nazariyasini o'rganamiz. Boshqa olamlar haqida gapirishdan oldin, avvalo mavjudligini aniq biladigan koinotimizni tushunib olishimiz kerak. Kuzatiladigan koinot nihoyatda ulkan. Dastlabki koinot yorug'lik uchun shaffof bo'lganidan beri, yorug'lik biz tomon taxminan 13,8 milliard yil davomida harakatlanib kelmoqda. Ammo fazoning o'zi kengayib borayotgani sababli, bugungi kunda kuzatiladigan koinotning kengligi taxminan 93 milliard yorug'lik yiliga teng. Bu esa butun koinotning kengligi 93 milliard yorug'lik yili degani emas. Bu chegaraning ortida yana juda katta koinot mavjud bo'lishi mumkin. Biz uni shunchaki ko'ra olmaymiz. Ba'zi nazariyalarga ko'ra, bizning butun koinotimiz bundan ham ulkanroq tuzilmaning faqat bitta hududi bo'lishi mumkin. Multiverse g'oyasi aynan shu yerdan boshlanadi. Multiverse bu bitta yagona nazariya emas. Bu fizikaning turli sohalaridan kelib chiqqan bir nechta turli g'oyalar to'plamidir. Ularning eng mashhurlaridan biri kvant mexanikasidagi Many Worlds Interpretation, ya'ni ko'p olamlar talqini. 1957-yilda fizik Hugh Everett III kvant mexanikasining juda noodatiy talqinini taklif qildi. Kvant zarrachalari o'zaro ta'sir natijasida ma'lum bir holat paydo bo'lguniga qadar bir nechta ehtimoliy holatlarning kombinatsiyasida mavjud bo'lishi mumkin. An'anaviy talqinga ko'ra, bu ehtimollarning barchasi oxir-oqibat bitta natijaga qulaydi. Everett esa butunlay boshqacha fikrni taklif qildi. Agar to'lqin funksiyasi aslida hech qachon qulamasa-chi, buning o'rniga barcha mumkin bo'lgan natijalar voqelikning alohida tarmoqlarida mavjud bo'lishda davom etsa-chi? Tasavvur qiling. Kvant hodisasining ikkita mumkin bo'lgan natijasi bor. Bir tarmoqda A natija yuz beradi, boshqa tarmoqda esa B natija yuz beradi. Har ikkala natija ham kattaroq kvant tizimining bir qismi sifatida mavjud bo'lib qoladi. Ommaviy madaniyatdagi parallel olamlar tushunchasi ko'p jihatdan aynan shu g'oyadan kelib chiqqan. Ammo bu yerda muhim bir jihat bor. Ko'p olamlar talqini har safar siz choy o'rniga qahva tanlaganingizda sehrli tarzda yangi koinot paydo bo'ladi degani emas. Bu kvant mexanikasining texnik talqini bo'lib, turli kvant natijalari tarmoqlanib boruvchi voqelikda qanday qilib bir vaqtda mavjud bo'lishi mumkinligini tushuntirishga harakat qiladi. Multiverse g'oyasiga olib boradigan yana bir yo'l koinotimizning eng dastlabki davrlariga borib taqaladi. Kosmik inflyatsiya nazariyasiga ko'ra, dastlabki koinot nihoyatda tez kengayish bosqichini boshdan kechirgan. Tasavvur qilish qiyin bo'lgan darajada qisqa vaqt ichida fazo ulkan miqyosda kengaygan. Inflyatsiya koinotimizga oid bir nechta jumboqlarni, jumladan nega koinot katta masshtablarda deyarli bir xil ko'rinishni tushuntirishga yordam beradi. Ammo ayrim inflyatsion modellar juda g'alati natijaga olib keladi. Inflyatsiya barcha joyda bir vaqtda to'xtamagan bo'lishi mumkin. Ba'zi hududlarda inflyatsiya to'xtab, biznikiga o'xshash koinotlar paydo bo'lgan. Boshqa joylarda esa kengayish davom etgan bo'lishi mumkin. Bu hodisa fizikada abadiy inflyatsiya deb ataladi. Doimiy ravishda kengayib borayotgan ulkan kosmik okeanni tasavvur qiling. Uning ichida alohida pufakchalar paydo bo'ladi. Har bir pufakcha o'ziga xos alohida koinot kabi bo'lishi mumkin. Bunday holatda bizning kuzatiladigan koinotimiz son sanoqsiz pufak koinotlardan faqat bittasi bo'ladi. Ba'zi pufak koinotlarda fizik sharoitlar biznikidan farq qilishi mumkin. Ayrimlarida yulduzlar va galaktikalar mavjud bo'lishi mumkin. Boshqalari esa
hayot uchun butunlay yaroqsiz bo'lishi mumkin. Yana ayrimlarida fundamental fizik konstantalarning qiymatlari boshqacha bo'lishi ehtimoli ham mavjud. Ammo bu yerda juda katta muammo bor. Hozircha bu boshqa pufak koinotlarning mavjudligini tasdiqlovchi to'g'ridan-to'g'ri dalilimiz yo'q. Mana shu nuqtada multivers g'oyasi yanada g'alati tus oladi. Biz kuzatayotgan koinotdagi fizik qonunlar hayot mavjud bo'lishiga juda nozik tarzda moslangandek ko'rinadi. Gravitatsiya ma'lum bir kuchga ega. Zarrachalarning massalari ma'lum qiymatlarga ega. Elektromagnit kuch ham muayyan kuchga ega. Agar bu qiymatlarning ayrimlarini sezilarli darajada o'zgartirsak, yulduzlar umuman shakllanmasligi mumkin. Yulduzlarsiz og'ir kimyoviy elementlar ham bo'lmas edi. Og'ir elementlarsiz esa Yer kabi sayyoralar paydo bo'lmasligi mumkin edi. Ba'zi multivers modellariga ko'ra, turli koinotlarda fundamental fizik konstantalar turlicha bo'lishi mumkin. Gravitatsiyasi biroz kuchliroq bo'lgan koinotni tasavvur qiling. Undagi yulduzlar boshqacha yonishi va ehtimol ancha qisqa umr ko'rishi mumkin. Boshqa bir koinotda atom yadrolarini birga ushlab turuvchi kuchlar boshqacha bo'lishi mumkin. Natijada atomlarning o'zi ham butunlay boshqacha xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Ba'zi faraziy koinotlarda esa murakkab tuzilmalar umuman shakllanmasligi mumkin. Bu esa bahsli bir imkoniyatga olib keladi. Balki bizning koinotimiz hayot paydo bo'lishi uchun maxsus yaratilgan bo'lishi shart emasdir. Ehtimol turli sharoitlarga ega juda ko'p koinotlar mavjuddir. Biz esa shunchaki kuzatuvchilar mavjud bo'lishiga imkon beradigan sharoitga ega koinotlardan birida yashayapmiz. Bu fikr ba'zan antropik prinsip bilan bog'lanadi. Ammo bu masala hanuz juda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Eng katta muammo aynan shu. Agar boshqa koinot biznikidan haqiqatdan ham butunlay alohida bo'lsa, uni qanday kuzatamiz? Odatda ilm-fan kuzatuvga asoslanadi. Siz bir g'oyani ilgari surasiz, undan kelib chiqadigan natijani oldindan aytasiz. Keyin esa uni tajriba yoki kuzatuv orqali tekshirasiz. Ammo boshqa koinot biz bilan hech qanday o'zaro ta'sirga kira olmasa, uni bevosita tekshirishning iloji bo'lmasligi mumkin. Shunga qaramay, fiziklar ehtimoliy izlarni qidirishgan. Agar koinotimizning dastlabki tarixida boshqa bir koinot bizniki bilan to'qnashgan bo'lsa, bu hodisa kosmik mikroto'lqinli fon nurlanishida noodatiy iz qoldirgan bo'lishi mumkin. Bu nurlanish dastlabki koinotdan qolgan qadimiy nurlanishdir. Cobb, WMAP va Planck kabi sun'iy yo'ldoshlar uni nihoyatda yuqori aniqlikda xaritalagan. Olimlar standart kosmologik modeldan tashqaridagi hodisalarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan g'ayrioddiy naqshlarni izlashgan. Hozircha boshqa koinot mavjudligini tasdiqlovchi hech qanday ishonchli dalil topilmagan. Bu juda muhim. Multivers, galaktikalar, qora tuynuklar yoki koinotning kengayishi kabi kuzatuvlar orqali tasdiqlangan hodisa emas. U hozircha nazariy imkoniyat bo'lib qolmoqda. Endi esa odamlarning tasavvurini eng ko'p o'ziga tortgan g'oyaga yetib keldik. Agar cheksiz ko'p koinotlar mavjud bo'lsa, boshqa bir yer ham bo'lishi mumkinmi? Va boshqa bir sizchi? Matematik jihatdan ayrim cheksiz koinot modellarida bunday imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu xulosa ko'pincha ilm-fan ruxsat berganidan ancha ishonchli tarzda taqdim etiladi. Hozircha boshqa bir yerning mavjudligini ko'rsatuvchi hech qanday dalilimiz yo'q. Hatto cheksiz multivers mavjud bo'lgan taqdirda ham odamlarning aynan bir xil nusxalari albatta paydo bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? Bu mumkin bo'lgan holatlar soni va koinotlarning qanday tuzilganiga bog'liq. Shuning uchun boshqa siz mavjud degan fikr ilmiy kashfiyot emas. Bu ayrim modellardan kelib chiqadigan faraziy ehtimoldir. Shunga qaramay, u nihoyatda qiziq savolni tug'diradi. Agar voqelik biz kuzata oladigan hududdan ancha katta bo'lsa, mavjudlikning qanchalik katta qismi bizdan abadiy yashirin qolishi mumkin? Multivers g'oyasi string theory, to'rlar nazariyasining ayrim versiyalarida ham uchraydi. To'rlar nazariyasi
zarrachalar va kuchlarni oddiy nuqtasimon zarrachalar emas, balki nihoyatda kichik tebranadigan obyektlar orqali tushuntirishga harakat qiladi. Ammo uning matematikasi juda katta miqdordagi turli konfiguratsiyalarga imkon beradi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, mumkin bo'lgan vakuum holatlari soni 10,500 darajasi atrofida bo'lishi mumkin. Har bir konfiguratsiya turli fizik xususiyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu tushuncha ba'zan string theory landscape, to'rlar nazariyasi landshafti deb ataladi. Ammo bu 10,500 darajasida koinot haqiqatdan ham mavjudligini isbotlamaydi. Bu faqat nazariyaning matematik tuzilishi juda katta xilma-xil fizik muhitlarga imkon berishini ko'rsatadi. Agar qandaydir kosmologik mexanizm ushbu imkoniyatlarning ko'pini amalda yuzaga keltira olsa, multivers matematikadan tabiiy ravishda kelib chiqishi mumkin. Ammo yana bir bor, imkoniyat bu hali isbot degani emas. Xo'sh, multivers haqiqatdan mavjudmi? Hozircha ilm-fan bunga aniq ha deb javob bera olmaydi. Bizda kvant mexanikasini tasdiqlovchi juda kuchli dalillar mavjud. Koinotning kengayayotganini ham bilamiz. Kosmik inflyatsiya g'oyasini qo'llab-quvvatlovchi dalillar ham mavjud. Garchi uning aniq modeli hali ham noaniq bo'lsa-da. Ammo bizda boshqa bir koinot mavjudligini tasdiqlovchi to'g'ridan-to'g'ri dalil yo'q. Bu farq juda muhim. Ilmiy nazariya tekshirish mumkin bo'lgan bashoratlar bera olganida kuchli bo'ladi. Agar multivers modeli bizning koinotimiz ichida kuzatilishi mumkin bo'lgan oqibatlarni bashorat qilsa, olimlar ularni tekshira oladilar. Ammo agar model umuman hech qanday kuzatiladigan natijani bashorat qilmasa, uni tekshirish juda qiyinlashadi. Shu sababli multivers zamonaviy kosmologiyaning eng bahsli g'oyalaridan biri bo'lib qolmoqda. Ba'zi fiziklar uni yanada fundamental nazariyalarning tabiiy oqibati deb hisoblaydi. Boshqalar esa tekshirib bo'lmaydigan g'oyani tasdiqlangan ilm sifatida qabul qilib bo'lmaydi deb hisoblaydi. Bahs hali tugagani yo'q. Tasavvur qiling. Bir kuni olimlar bunga oid ishonchli dalil topishdi. Kosmik mikroto'lqinli fon nurlanishidagi g'alati bir naqsh, kutilmagan fizik konstanta yoki faqat bizning koinotimiz bilan tushuntirib bo'lmaydigan mutlaqo aniq bir belgi. Bu bizning voqelik haqidagi tasavvurimizni butunlay o'zgartirib yuborardi. Bizning koinotimiz endi mavjud bo'lgan hamma narsa bo'lmay qolardi. U ancha katta kosmik tuzilmaning faqat bitta a'zosi bo'lar edi. Hatto koinot so'zining o'zi ham boshqa ma'noga ega bo'lardi. Biz koinot qanchalik katta deb so'rash o'rniga voqelik qanchalik katta deb so'ray boshlardik. Balki bizning kuzatiladigan koinotimiz tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ulkan bir narsaning shunchaki kichik hududidir. Galaktikalarsiz koinotlar bo'lishi mumkin. Qora tuynuklar hukmronlik qiladigan koinotlar, kimyosi hech qachon murakkablasha olmaydigan koinotlar va balki fizik qonunlari biznikidan butunlay farq qiladigan olamlar ham mavjuddir. Ammo yana bir so'nggi imkoniyat bor. Balki multivers umuman mavjud emasdir. Balki bizning koinotimiz haqiqatdan ham mavjud bo'lgan hamma narsadir. Va bu imkoniyatning o'zi ham kam darajada hayratlanarli emas.